Fan texnikaning taraqqiyotiga ko'p qism insonlarning yetishib bo'lolmayotgan bugungi kunda kelgusiga hazırlanayotgan farzandlarimizdan talab qilayotgan iqtidorlardan programlash yoki kodlash, o'qish, yozish va hisoblashdan iborat asosiy iqtidorlardan boshqa egallamsa bo'lmaydigan 4-chi iqtidorga aylandi. Programlashni o'rganish yishimi kundan kunga kichilib bormoqda. Buning natijasida programlash tafakkurini o'z ichiga olgan o'smirlar programchiligi degan yangi uqumlar paydo bo'ldi. Undaqda o'smirlar programchiligida nimalarni o'rgandi? U farzandlarimizning qaysi iqtidorlarini tarbiyalaydi? Hammadan avval biz o'smirlar programchiligi bilan tanishib, qancha xilga bo'lindi va xillari orasidagi munosabatlarni ko'rib boqayli. Avval yosh guruhiga qarab programlash 2 xilga bo'lindi. 8 dan 18 yosh orasidagilarning o'rgandig'ini kodliq programlash, 3 dan 7 yosh orasidagilarning o'rgandig'ini bo'lsa shakllik programlash. Undaq bo'lsa biz shakllik programlashning ishlash prinsipini tadqiq qilib boqayli. Bu bo'lsa o'xshamagan rayonlarni o'z ichiga olgan bir programlash muhiti bo'lib, bu rayon ko'rinma yuzi, bu rayon kontrol rayoni, bu rayon bo'lsa yozma rayoni va karton ko'rsatish sahnasi rayondan tarkib topgan bo'ladi. Kontrol rayonda o'tkazilib bo'ladigan programmalik bir qancha kontrol parchalarini ko'ra olamiz. O'xshamagan rangdagi kontrol parchalarining o'xshamagan iqtidorlari bo'ladi. Karton ko'rsatish sahnasi rayoniga o'zimiz sizgan yoki tanlagan karton obrazini qo'ya olamiz. Bu obrazni o'ng tarafga 10 qadam mang'uzib, ondan sahnaning chetiga kelganda orqaga qaytib, yana u harakatni takrorlaydiganning mashg'ulotini qilmoqchi bo'lsak, uni qanday amalga oshiramiz? Nihoyat oson. Biz faqat kontrol rayonidagi programmalik kontrol parchalarini navbati bilan yozma rayoniga yo'tkab, qurashtirib qo'ysaqla, biz erishmoqchi bo'lgan unumga erisha olamiz. Bu xil jonliq shakldagi qiziqarli o'rganish usuli bo'lsa, yuqorida deb o'tgan shakllik programlashdan iborat. Kontrol parchasini yozma rayonga yo'tkab qo'yishning usuli bo'lsa, buyruq va parametrlarni bu rayonga yo'tkab qo'yishni ko'rsatadi. Bu xil usul zerikishlik qurma-qur kod yozishning o'rnini elib, oddiy, qiziqarli va oson qo'lga chiqishdek alohidligi bilan programlashning eng dastlabki qadamini elishga intayin mos keladi. Undaq bo'lsa, o'smirlar programchiligi orqali farzandlarimizning egallaydigan asosli 4 iqtidoriga qarab boqayli. Birinchi masalalarni chuvib parchalash iqtidori, ya'ni murakkab va cho'ng masalalarni avval bartaraf qila oladigan kichik masalalarga bo'lib parchalash. Ikkinchi, takrorlash qonunini bayqash va ularni birlashtirish iqtidori. Uchinchi, hisoblab turib tahlil qilish iqtidori. To'rtinchi, o'zgartirish, tangshash va tuzitish iqtidori. Tuvanda biz bu 4 xil iqtidorni yug'urib turib, oshko'z yilon o'yinining programlash mantiqi bilan tanishib boqayli. O'yinning qoidasi bo'lsa, tamga so'qilmagan va o'zining quyruqiga tegib ketmagan asosda yuqori, to'van, o'ng, so'l knopkasi bilan yilonning olmini tepish yo'linishini kontrol qilamiz. Yilon har qatim bir olmini yesa, badani bir bo'g'im uzraydi. O'yinda olgan nomerimi yuqorilab mangadi. Olgan nomer ma'lum miqdorga yetganda, texmi qiyin bo'lgan saviyaga jang e'lon qila oladigan bir o'yindan iborat. Bu o'yinni programlash uchun qayerdan boshlashimiz kerak? Biz avval kompyuterga uning tushunadigan tili bilan yuqorqi qadam bosqichlarini tushuntirishimiz kerak. Kompyuterga qaysi qadamlar mavjud, har bir qadamda nimalarni qilishi kerak, qaysi qadamni avval, qaysi qadamni keyin qilamiz deganlarni o'ylashimiz. Ya'ni chuvib parchalash tafakkuri bilan masalani chuvib parchalaymiz. Bu o'yinda kompyuter 2 cho'ng ishni qiladi. Birinchisi kirgizganni bartaraf qilish, ya'ni ishlatuvchining sirtdan berilgan mashg'ulotini, buyruqini qabul qilish. Ikkinchisi bo'lsa chiqarib inkos qaytarish, ya'ni ishlatuvchining mashg'ulot uchurini tushunib, ijro natijasini ekranga ko'rsatish. O'ng, so'l, usti, asti knopkasini bosish orqali ishlatuvchi kompyuterga 4 xil mashg'ulot buyruqini berdi desak, oshko'z yilonmi o'ng, so'l, yuqori va tuvanga harakat qilish kerak. Undaqda oshko'z yilonning harakatini yana chuvib parchalasak, oshko'z yilon har bir qadam ilgirlaganda tuvandagi bir qancha xil ahvol yuz berdi. Olmini yeyish, tamg'a so'qilish, o'zining quyruqiga tegib ketish va hech harakat qilmaslik deb turib 4 ga parchalaymiz. Oldin faraz qilgan bu 4 xil ehtimollikning har biriga loyiq keladigan natijalarni o'ylashimiz. Buning ichida olmini yeganda yuz beradiganlarni yana chuvib parchalasak, yilon og'zini ochadi, olmini tishlaydi, yilon olmini tishlagan ovozini chiqaradi, yilon og'zini yumadi va badani bir bo'g'im uzraydi. Qarashda oson ko'ringan oshko'z yilonning harakat qilish va olma yeyish mashg'ulotining chuvib parchalagandan keyingi qadamlari va oldin o'ylashadigan ehtimolliklarining nihoyat ko'pligini ko'ra olamiz. Yana kelib bu faqat o'yinning oz bir qismining chuvib parchalangan qismi.
Farzandlarimizning o'smirlar programchiligini o'rganish jarayonini, qiyin bo'lgan masalalarni chuvib parchalab, yeyib, tizib olish jarayoni desakmi bo'ladi. Bu jarayonda chuvib parchalash iqtidorini chiniqtirdi. Ya'ni kichik masalalarga parchalash. Tez qiyin masalalarni hal qilishdan burun ularni ishligili va bartaraf qilg'ili bo'ladigan kichik masalalarga parchalasla, qiyin masalalarni hal qilishmi osonlashishga boshlaydi. Parcha-parcha kichik masalalarni hal qilsak, cho'ng masalalar o'zligidan hal bo'lib mangadi. Bu xil mahoratni o'ziga mujassamlashtirganlarda savr va ish qilishdagi salmoqli yetilgan bo'ladi. Masalan, o'xshash bir qiyin bo'lgan matematikalik savolga yo'liqqanda, chuvib parchalash iqtidori yaxshi bo'lganlar masalani avval yeyib, qadam bosqichlarga bo'lib oladi. Ba'zanda masalani o'zi mustaqil yesholmay qolsa-mu, o'zining har bir yeshish qadamini aniq bilganligi uchun boshqalardan qaysi bosqich uchun yordam talab qilishni yaxshi bilalaydi va natijada yanala masalani yeshib chiqqan bo'ladi. Bu xil iqtidorga ega emas bolalar bo'lsa, masala tog'da qiyin bilinib ketib, sinab boqmayli voz kechib o'tadi. Oldidagi qismida biz bir mashg'ulotdagi masalani chuvib parchalagan bo'ldik. Agar keyin uningga o'xshash masalaga yo'liqqanda, yana bir qatam chuvib parchalashning zaruriyati bo'lamdi. O'yinda oshko'z yilon qaysi tarafdan yemoqchi bo'lsa, oshko'z yilonning olmini yegan vaqtdagi bir guruh harakati ko'p qatam yuz berdi. Biz bu bir guruh harakatlarni bo'g'chilab, ismini olma yeyish deb qo'yib, har qatam yilon olmini yegan vaqtida olma yeyish bo'g'chisini ilib kelibla ishlasak bo'ladi. Bu mashg'ulot jarayonidagi yuz bergan ehtimolliklarni qaytadan o'ylashning hojati qolmaydi. Bu xil birlashtirish qobiliyati farzandlarimizning takrorlanish qonuniyatini bayqab, birlashtirib foydalanish iqtidorini yetildirdi. Bu xil iqtidorlarga ega bo'lganlar chevarlik bilan ish qiladigan, yuqori unum yaratadigan, odatda masalani tez yeshalaydigan bo'lib chiqadi. Har qanday bir masalaning takrorlanadigan qismini bayqashga va yakunlashga mohir bo'ladi. Mengisi olma yeyish bo'g'chisiga o'xshash takrorlash ambiri bilan to'lgan bolalar masalaga yo'liqqanda har xil takrorlash bo'g'chilarini bevosita elib ishlatadi. Boshdan boshlab o'ylashga hojati tushmaydi. O'yinning programmasini tuzganda ishidagi har xil ehtimollikni o'ylagan vaqtimizda kam qolgan yerlarni va zid bo'lib qolgan yerlarni bayqaymiz. Masalan, oshko'z yilon olmani yegan chaqda tamga usib olsa bo'lmaydi. Bu demak, olma hargizmi tamda bo'lmasligi kerak. Yilon olmani yeyish uchun tamga usidi, natijada o'yin oxirlashadi. Ham olmani yeyish kerak, ham tamga usishi kerak. Bu yerda bir zidlik paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun olmaning paydo bo'ladigan yerlar cho'qim tamning ichida, ya'ni belgilab bergan doirada bo'lishi kerak. Bu xil tafakkur bilan analiz qiladigan jarayon bolalarning atrofliq tafakkurini tarbiyalaydi. Har qanday ishni bir qatimda voyaga yetkazgili bo'lmagandek, programmaning ijro qilinishi bilan kutgunimiz uyg'un bo'lmay qolganda bir yerida cho'qim xatolik yuz berganligini bilalaymiz. Odatda xatoliklarni birdamda tepib chiqili bo'lmaydi. Ko'pincha vaqtlarda doim beshidan oxirigacha programmaning har bir qadam bosqichlarini tekshirishga to'g'ri keladi. Buningga nurg'un savr, tekshirish va diqqatni yig'ish talab qilindi. Bu farzandlarimizning mag'lubiyatga qarshi turish iqtidorini chiniqtiradi. Xatoni tuzatish tajribasi mo'llashganda, farzandlarimiz programma tuzganda, yozganda xatolik yuz berish ehtimolligi bo'lgan yerga belgi qo'yib qo'yish orqali tekshirgan vaqtda xatolikni osonlik tepib tuzatalaydi. Farzandlarimiz o'zlarining xatolikni tuzatish iqtidorini tavlab, xatoliklar oldida qo'rqish, voz kechish yoki qechishdek passiv tafakkurdan yiroq turishni o'rgandi. Bu xil to'xtamay tuziladigan jarayon ularning tuzatish va o'nglash iqtidorini yuqori ko'tardi. Yuqorqi iqtidorlarini tarbiyalab yetildirish programmachilik tafakkuridan keladi. O'smirlar programmachiligi tegidan elib aytganda tafakkur qilish usulini o'rgatadigan bir jarayondir. Bunday qilib aytganda, abstrakt masalani logikalik ifodalash usuli deb tushunsakmi bo'ladi. Digital davrda ota-ona bo'lib, kelgusiga farzand yetishtirib tarbiyalayotgan siz bilan biz o'smir programmachiligini cho'qim yaxshi tushunib, farzandlarimizni bu yo'lga qancha boldir boshlab qo'ya olsak, farzandlarimiz uchun shuncha yaxshi bo'ladi. O'smirlar programmachiligini meg'izliq tushunib, ko'pchilik ota-onalarga sunish uchun bizmi ko'p ajr qildik va texmi ko'p ota-onalarning tushunib, texmi ko'p farzandlarimizning kelgusi raqobatda uzib chiqarishi uchun qo'lingizdan kelishicha tarqitib, hambarlab qo'yishingizni umid qilamiz. O'smirlar programmachiligini siz tushundingizmi?